Barchaga assalomu alaykum. Bizni kutganlarga yoki tasodifan ko'rib qolganlarga. Efirda yana bir bor Telebiron ko'rsatuvi va sizlar bilan birgalikda bolajonlar olamiga sayohat qilamiz. Eslatib o'tamiz, bizni homiyimiz Kango saqishlari. Agar tayyor bo'lsangiz, biz boshladik. Assalomu alaykum. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Tog' bag'ning yonida ikkita echki yashar ekan. Bir kuni ular daryo ustidagi juda tor ko'prikka kelib qolishdi. Siz o'sha echkilardan bittasi bo'lsangiz nima qilardingiz? Men echki bo'lmayman, men bitta bobo bo'laman. O'rtoqlarim Diyor qora echki, Fatqulla oq echki. Sizchi? Men bobo. Nimaga siz bobo? Ertaga chiqadi. Futbol o'ynaganmisiz? Siz koptok tepasizmi yoki varataga turasizmi? Darvozabonmisiz? Varataga turaman. Kim zo'r o'ynaydi uyda? Ayam dadam bilan o'ynaydi. Hozir Abbos qayerda bilasizmi? Ha. Qayerda? Toshkent City'da. U Amerika City'da. Men aytim kimni aytyapman? Kimni aytyapsiz? Toshkent City'dagi hanu. Uni o'ynadi-ku, ko'rmadim. Sanofmi? Ha, Suxanov u Toshkent City'da edi. Toshkent kelishib olaylik. Abbos Toshkent City'dami yoki Husanov Toshkent City'dami? Suxanov. Suxanovmi, Husanovmi? Siz degan eshitdingmi? Yaxshi. Tili shirin ekan-da, tili shirin ekan, qarang. Juda ham. Ertak nima? Xonandaning? Ertakda. Qanaqa boshlanadi ertak? Qanday qishton bo'lganida ertak boshlanadi. Qachon? Qishtonim bo'lganida. Kechqurun. Ha. Darbuka cho'lishni bilasizmi? Qanaqa? Darbuka. Darbuka nima edi u? Ayting, darbuka qanaqa chaladi? Cho'llarda cho'rg'asi bo'ldi. Gitarani bilaman, torni bilaman, rubobni bilaman. Iya, ko'p tilingiz chiqarar ekansiz, mana. Tasavvur qiling, siz politsiyachi bo'lsangiz, dushmanlar turibdi, haligi o'g'rilar turibdi, ularga qarab. Siz qanaqa bo'ladi u? Hushidan ketib qoladi o'g'rilar. Ketsa, nima yaxshi beradi-ku dabaro. Dadam 3 balo bermaydilar. 3 balo bermaydi. Dadam har doim bir narsa olib kelaman deb olib kelmaydilar. Keyinchi? Morozini olib kelayin deyman, olib kelmaydilar. Dadam o'rtog'i olib keladi, lekin rivojlantiraman hamma narsani. Aha. Kambag'allarga yordam beraman. Kambag'allikni qisqartirasiz, demak. Masalan, hozir bizning rivojlanishimizga nima yetmayapti deb o'ylaysiz? Daraxt ekish kerak. Ekish kerak, kesish emas, ekish. Aha. Bir kessang 10 ek degandek. Ana, yozyapsizlarmi? Bo'lmasam kislorod yetishmaydi. Ana, kislorod yetishmaydi. Hamma yoqda chang qoplaydi, tabiat. Doktorlarni ko'paytirish kerak. Doktorlarni ko'paytirish kerak. Ularni majbur qilish kerak. Doktorlarni nimaga majbur qilish kerak ularni? Ularni yaxshiroq, odamlar tezroq davolangan deyish kerak. Prezidentni qiziga o'xshash kerak. Prezidentni qiziga o'xshash kerak. Ana. Prezident qizi sport boshqarma bor-ku, Samarqandda shu sport boshqarmalarida tekshiradi. Ko'rganmisiz? Ha, ko'rganman. Qayerda ko'rgansiz? Rasmga ham tushganman. Rasmga ham tushganmisiz? Nima uchun qiz bola boshingiz bilan militsiya bo'lishni xohlayapsiz? Shu vatanda o'sdim, ulg'aydim. Endi jonimni berishim kerak davada. Joningizni berishingiz kerakmi? Dadam prezident. Akam uyam prezident. Oyim oddiy uyda idoklarni hamma joyni yig'ishtiradi oyim. Opam. Qarang, dadangiz prezident, akangiz prezident, opangiz prezident, oyingiz nima, xizmatkormi? Yo'q. Idish to'g'la yuvadi deyapsiz-ku. Idish to'g'lani bu uyda yuvadi deyapman. Uyda yuvadi, ha. Shu uydami endi? Ha. Qanaqa qilib bitta uyda ikkita prezident bo'lishi mumkin? Ham akangiz ham dadangiz. Akam sinf topsin. Dadam meni dadam bo'ladi. Akangiz sinfdoshingiz, dadangiz bo'ladi? Dadam akamni sinfdoshi. Dadangiz akangizni sinfdoshi? Ha, dadam meni edi. Logikali, ha. Sekretlaringizni kimga aytasiz ko'proq? Oyimga. Bittasini aytib bering, mayli bittasini. Quloqingizga. Ayting. Yo'q. Ismi nima? Charoz. Nimaga yoqib qoldi? Chiroyli, yana aytdim. Umli. Charoz oldiga borsangiz, boshqa bola turgan bo'lsa nima qilasiz?
Bilmiyorum. Arkadaşlar oynayman qilmang. Revnovat qilmaysizmi? Chalasiz. Qilaman ichimda. Ichingizda tashqariga ko'rsatmas ekansiz. Vнимание обращаться qilmaysizmi shunda? Oho. Lekin eshitib qolganman o'rtog'i bor ekan. Lekin uni otini bilmayman. O'g'il bolami o'rtog'i? Mayli, yoshlanishiga aralashmaymiz a. Hamma baxtli saodatli bo'lsin, mayli. Xudochim juda strogiy. Strogiymi? Bitta ошибка qilsam to'g'ri qilib qo'yadi. Demak, xato qilishga haqqingiz yo'q. Onamni eng baxtli ayol qilaman. Onamni eng baxtli ayol qilaman. Boshqa so'z yo'qmi buni? Oradan 10 yil o'tdi. Faqat onamni Ajab bildi. Kumushxona kelibdi, chipra dalla. Tili bironga kelibdi, chipra dalla. Uni haqida qo'shiq so'rasa, chipra dalla. Bitta so'zni qaytaribdi, chipra dalla. Ajab bo'lsin, deyapti, chipra dalla. Ko'zi quralay, harrasa beraman dodini, aquralay. Ko'zi quralay, harrasa beraman dodini. Qoyil, barakalla. Odamda kuch ko'p bo'lish uchun nima qilish kerak? Kattalarni suvni ichish kerak. U qanaqa bo'ladi? Qizilmi, oqmi? Qizilmi, oqmi? Kim tarbiya berdi sizga? Onam ammam tarbiya berdi menga. Ertak nima degani, Sunnatbek? Ertak Aha. bahor keldi elimizga, Navro'z oyida etaklab, jajjigina qizaloqlar gullar terdi etaklab, sho'x bolalar qiqirishi, varla gutsa havolar, ari tabiiy uchib yurar, har bir gulni davolar. Qanaqa qilib davolaydi ari gulni? Davolaydi bog'chada aytgan bog'cha. Ari gulga davola desa, qoniydi degani u. Ari bolalarni chaqadi. Keyin bolalar ona, aya, anetim qichyapti deydi. Tizingiz nimaga yara bo'ldi? Bog'chada yiqildim-da, tualetga bormoqchi edim, yugurib yiqildim. Hojatxonaga yugurib borish shartmi? Qistab ketdimi? Opamga privet bersam mumkin. Albatta, privet xolasiz, salom bering xolasiz, privet bering, bemalol. Opa, assalomu alaykum. Mana sizga o'xshab televizorga chiqqanman. Opingiz ham televizorga chiqqanmi? Qaysi ertakni o'qigansiz? Echki va xo'roz edimi? Echki va xo'roz. Xo'roz qachon qichqiradi? Xo'roz? Xo'roz qichqiradi. Ertalab qichqiradi. Ertalabmi? Sizga abedga qichqirsinmi? Tursin deydi-da. Qonmesin vaga deydi. Qorni bo'sh qolib ketdi deydi. Mana bu odam kuvat deydi. Xo'rozmi? Inson hayvon kuvat deydi. Hayvon emas u. Xo'roz yeganmisiz? Men yedim tovuq. Tovuq. Titib yuraman. Tovuqchi ekansizda? Titib yuraman. Kim sizga ko'p ertak aytib bergan? Eshitganimcha, aytolmayman, o'zga beriy. Nimaga? Orqangizda kamera bor ekanda. Qarang, Abdulla odamlar qachon gol deb baqiradi? Yuragim yoradi. Nimaga? Unaqa Messi Ronaldo barlar ko'rmayman futbol. Siz nimani tomosha qilishni yaxshi ko'rasiz? Tomosha qilishi, kino. Kino, qaysi kinolar? Qo'rqinchli kinolar. Kim sizga ruxsat beryapti bunday kinolarni ko'rishga? Siz o'zingiz qanaqa narsalar ko'rasiz? Xo'p, mayli. Xitoyda nima bor, Abdulla? Xitoyda? Xitoy zo'r-jo'y mazza qilib davlatlarni ko'rasiz. Rossiyada-chi? Rossiyada zerikib ketasiz. Yo'q-e. Bolalar borsa zerikadi, bir o'nchoq yo'q-da bolalarga. Sakraydigan batutlari yo'q. O'zbekistonda-chi? O'zbekistonda militsiyalar ham bor-ku, mamnun bo'ladi. Mushuk deyladimi sizlarga? Mushuk. Toshkentchasida mushuk. Sizlarga pishak deyilsa kerak. Pishak deyiladi. Pishak. Pishak. Mushuklarimiz shunaqa qo'lga o'rgatilgan, ustalga chiqma desangiz chiqmaydi. Qayerga chiqmaydi? Ustalga. Ovqatni ustiga. Mushugingizni ismi nima? Mimi bor edi. Mimi?
Dada edi u. Dada? Ha. Mimimi, dadami? Mimi. O'zi? Lekin u dada bachcha. Dada. Dada bachcha. Ha. Uni xotini bu. Ha. Xotinning oti nima? Iris. Iris? Ha. Erizmi? Alo. Balo. Balomismi? Iris. Ha. U 6ta bachcha tuqqan edi. Oq qorada. Oq qora. Oq qora deb maynani chalg'it. Mayna nima aloqasi bor bu yoqda maynani?